huquq sohasini qaysi boshqa soha bilan solishtirsa bo'ladi? Advokatura yoki huquq sohasini man aynan shifokorlik yoki vrachda shifokorlik bilan solishtirgan bo'lardim. Advokat xuddi vrachga o'xshaydi. Yana bitta o'xshash joyi bor, faqatgina meditsina sohasi. Meditsinadagina klinika degan tushuncha bor va yuridik sohada klinika degan tushuncha bor. Ikkalasi bir-biriga yaqin. Yana bitta narsani aytaman. Meditsinada vrach yoki shifokor insonni tanasini ichidagi har xil o'sha kasalliklar bilan shug'ullanishga harakat qiladi. Advokat bo'lsa ijtimoiy munosabatdagi kasalliklar bilan shug'ullanadi. Bir-biriga juda ham o'xshash. Yana bitta narsani aytaman shu yerda. Bizda o'zbek xalqining mentaliteti bor. Har doim bizda shifokorga ham hamma kasallarimiz o'tib ketib oxirgi stadiyaga kelganda murojaat qilishadi. Advokaturada ham, huquq sohasida ham xuddi shunaqa, hammasi tamom bo'lib, o'sha haligi reanimatsiyaga boradigan darajada bo'lganda kelib murojaat qiladi. Bu bilan ham juda ham o'xshash. Shu